Assalomu alaykum. Bugun ertalabki nonushtaga juda ham mazali bo'lgan quymoqchalar tayyorlaymiz. Uning uchun esa tuxumlarni cho'qib olamiz. Tuxum qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Cho'qib chalib olamiz. Quyultirib. Shunaqa ko'pirtirib olamiz. Va ikkita kartoshkani artamiz. Buni qirg'ichdan o'tkazamiz endi. Qirg'ichni kichikrog'idan o'rtanchasidan o'tkazib olamiz. Yaxshi. Mana o'tkazib oldik. Shunaqa mayin bo'ladi. Endi buni solamiz. Juda mayini, juda ham mayin bo'lib ketadi. Endi esa pomidor bitta yoki ko'proq solsangiz ham bo'ladi. Men bir dona soldim. Pomidorlarimizni ham shunday mayin kubikchalarga to'g'rab olamiz. Ha, aytgancha, meni yoshim 17da va men shunaqa har doim kechki ovqatlarni bu yerda va ertalab nonushtaga o'zim tayyorlayman. Sizchi, siz nima qilasiz? Shunaqa un sepib olamiz va keyin yanada ko'proq, quyuqroq bo'lishi uchun bunga hozir ko'rsataman. Quyuqroq bo'lishi uchun bunga yog' solamiz. Men sariyog', tabiiy sariyog'dan solishni maslahat berardim. Uning ta'mi juda ham zo'r. Bo'lmasa-da o'simlik yog'dan solsanglar ham bo'ladi. Men hozirroq o'simlik yog'idan ham soldim. Ikkita yog'dan aralashtirib soldim. Shu suvni solamiz, bo'lib solamiz. Hozir men juda ham quyuq bo'lib ketardim. Keyin lekin bu suvni hammasini sovordim. Ekranga tushmay qolibdi. Sizlar ham sovoringlar. Yaxshilab qorishtirib olamiz buni. Endi esa rolton tuzi, bu oddiy tuz, chaynak soda solamiz. Chaynak soda solganim ekranga tushmay qoldi. O'z shaklini ushlab, chiroyli quymoqchalar bo'lib chiqishi uchun solamiz. Keyin esa ukrobni maydalab to'g'rab, uni ham sovolamiz. Juda ham mazali bo'ladi. So'sanglar ham ideal chiqadi. Keyin esa shunaqa qilib qizib turgan tavaga ozgina nomiga yog' solib, keyin esa shunaqa pishirib olamiz. Shunaqa qip-qizilgina mazali bo'lib chiqadi. Albatta sizlar buni tayyorlab ko'ringlar. Menda boshqacha retseptlari ham bor. Shu uchun mening qatib qo'ymaslik uchun menga bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Rangsiz yurakchan